bugun 2-iyul 2025-yil navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz. Men Sharif Ushqar, vaqtincha boshqaruvchi o'rinbosari. Sizlar bo'yicha sizlardagi muammolar bo'yicha eshitib, ijobiy hal qilishga yordam beraman. Kimda qanaqa muammosi bo'lsa, nima masala yechilmayotgan bo'lsa, iltimos qilib turib murojaat qilishlarni so'rayman. Avtobus reysini shartni ochib yordam berishni so'rayman. Oldindan o'xshaydi. To'g'ri, bugungi kunda me'yorimiz bor, me'yorga qarab sizni shartni tashkil me'yor tekshirib ko'rib, sizga kredit ajratib berishlarni yordam beramiz. Yangi toiletlarga Sizni ham shu me'yor bo'yicha tekshirib ko'ramiz. Agar